Hurmatli kuzatuvchilarim, bugun sizlarga Malayziyaning Langkawi orolidan ma'lumot beryapman. Langkawidan alangalik salom. Bugun kollagen haqida gaplashamiz. Ayniqsa, bo'lib ham reskin kollegeni haqida gaplashamiz. O'rtoqlar, kollagen o'zi nima? Bizni suyagimiz, bo'g'imimiz, terimiz, sochimizni asosiy qismini tashkil qiladigan maxsus oqsil. Bu organizmning o'zida ishlab chiqariladi. Lekin vaqt o'tgan sari, yoshimiz o'tgan sari bu narsa kamayib, ishlab chiqarilishi kamayadi. Shuning uchun bizda ajin bosishi, suyaklarimiz mo'rtlashishi, bo'g'imlarimizda turli xil kasalliklar, tuzlar to'planishi kuzatiladi. Shuning uchun biz buni tashqaridan qabul qilishimiz kerak. Ayni reskin kollageni tarkibida o'rtoqlar 11 xil mevalarda vitaminidan iborat bo'lib, baliq oqsili qo'shilgan. Baliq oqsili bilasiz, ham halol bo'lganligi uchun ham ichishimi ta'siri juda ham yaxshi. Va buni tarkibida ganoderma o'simligi bo'lganligi uchun boshqa kollagenlarga qaraganda nisbatan yaxshi so'raladi. Molekulasi shunchalik mayda qilinganki, hujayraning ichiga to'liq oson kirib boradi. Albatta, suyak kasalliklar, reumatoidli poliartritlar, osteoxondrozlar, osteoporozlarda, turli xil grija kasalliklarida a'lo natijalar olamiz. Bo'ldi.